Qo'rg'ontepa mol bozoriga xush kelibsizlar. Mana yerda qo'zi qo'chqarchalar bor, qo'ylar bor. Sotyapsizmi buni? Qancha? 8,5 so'rayapman. 8,5 so'rayapti. O'z bolasi bo'ladi. Qo'chqar bolasi. Qo'chqar bolasi. Ketdik endi ichkariga. Mol bozorida oldik, keyin qo'y bozorida olamiz. 5 milliga berasizmi moshina? Aka qo'chqarcha nechta pul ekan? 5 kam bor. 5 kami bor ekan. Quloqlari butun ana. Qurbon hayitga so'ysa. Sizniki qancha aka? 7 kami bor ekan ana. Молодец. Akalar qo'chqar nech pul bo'ldi? Nech puldan bu? Sizni olmayman sizni. Qo'chqarni olaman. 10 so'rayapman. 10 so'rayapti. Bak kamera pastda turibdi aka, hech xotiraman. Oldim uni. Boshqa aytib sotyapman. Va qo'zichalar nech pul ekan? Qo'zichalar 1,5 dan. 1,5 dan. Ana. Bu yog'i ham endi bitkommi? Yana bitgan. Kirmay qo'yaverayim, bo'ldi. Qaysini oldi? Qaysini oldi? Qanchaga oldi? 26. 2,6 ming da. Bittasi o'zi 3 million. Ha? Aka, bering. Mana qo'y kimniki qo'y? Qo'y ham siznikimi? Va u qo'chqor sotiladi. Qanchaga sotildi? Sotiladi, olib sotilgan. Mana qo'chqarcha. Qo'chqarchalar. Bu yoqqa qara. Bu rangini qaranglar buni. Ismi Valijon aka. Ye. Va mana oyog'ini qo'yibdi. Men Guliston. Shahar. Yeb ishiga javob. Yesa bo'ldi. Mana qo'chqar. Mana malla nech pul ekan?